Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Qizil kitobda kirgizilishi kerak bo'lgan sifatlar to'g'risida so'z qilmoqda edik. Bugungi sifatimiz sabr to'g'risida bo'lmoqchi. Hurmatli birodar aziz, sabr ikki turli bo'ladi. Birinchisi, odam nafsi bilan qilingan sabr, ikkinchisi bo'lsa iymon bilan qilingan sabr. Nafsi bilan sabr qilinsa qanday bo'ladi? Buning bir misoli bu yorilishga yaqinlab qolgan, vaqtisi yaqinlab qolgan bomba kabidir. U bir mahal kelganda yoriladi, o'zi ham yoriladi, boshqa birovni ham yoradi. Bu nafsi bilan qilingan sabrchi. Buni yana bir yengil so'z bilan tushuntirsak bo'ladi. Agar bir inson tillasa, so'zlasa, so'ksa, urishsa, u kutib turadi. Agar kuchim yetganda shu do'q qaytarardim debchi. Hurmatli birodar, bu sabr emas, bu noilojlik, ilojsizlik. Agar Alloh saqlasin, o'sha insonga kuch berilganda u unga qaytaradi. Shuning uchun hurmatli birodar aziz, nafsi bilan sabr qilmaylik. Biz iymon bilan sabr qilaylik. Iymon bilan sabr qilgani qanday desa, bu iymon bilan sabr qilgan inson qanday qiyinchiliklar kelsin, barchasiga dosh beradi, barcha sinovlarni ko'tara oladi. Bunga sahobalarning hayotini qaramaysizmi? Ularning sabri iymon bilan bo'lgan edi. Qanday qiyinchilik kelsin, ular ko'tarishdilar. Bilal radhiyallohu anhu qanchalik dinda qiyinchilik ko'rdi Makka davrida. Lekin o'sha qiyinchiliklarni ko'tardi. Nima uchun? Uning sabri iymon bilan edi. Habbab bin al-Arat radhiyallohu anhu o'tga, cho'qqa yotqizib qo'yilganda sabr qildi-ku. Haqiqatda tana ko'tara olmaydi bunday qiyinchilikni. Lekin ko'tardi-ku. Nima uchun? Uning sabri iymon bilan bo'ldi. Shuning uchun hurmatli birodar aziz, Alloh ham bandasidan talab qilgan sabr mana shu. Iymon bilan sabr qilishlik. Qachon inson iymon bilan sabr qilsa, unda unga kelayotgan qiyinchilik yengilchilik bilan o'tib ketadi. Endi sabrning hukmi to'g'risida biroz so'z qilsak, sabr ovqatlanishga solishtirsak bo'ladi. Misoli, ba'zi bir mahalda ovqatlanish vojib. Misoli, odam o'zi to'yganga qadar emas, balki tanasi bir ko'tarib, o'lmaganga qadar o'lib qolmaslik uchun yeyish bu vojib-da. Undan o'tib, biroz qorni to'yganga qadar ovqatlanish bu mayli, mustahab, muboh amalda. Ovqatlangandan keyin qorni to'ydi, undan keyin qayrish bu makruh. Dinda to'silgan amal bo'lib hisoblanadi, birodar. Shu kabi ham sabr ham shundoq bo'ladi. Ba'zi bir mahalda sabr qilish vojib, lozim, zarur bo'lib hisoblanadi. Ba'zi bir mahalda sunnat, mustahab bo'ladi. Ba'zi bir mahalda sabr qilish bu makruh, bu tiyilgan, u mahalda sabr qilinmaydi. Misoli, bunga taqdirga kelgan qiyinchiliklarga sabr qilish bu vojib. Sababi Alloh sizga bir qiyinchilik bersa, unga sabr qilmasdan dodvoy solib boshqalarga aytish bu unda yarashmaydigan sifat. Endi hurmatli birodar, sabr so'zini biz olib ko'rsak, 3 harfdan turadi. Sod, ba, ro. Bu harflarni qarasak, so harfi bu sohro. Arab tilida sohro degan so'z ma'nosi harsang tosh, mahkam tosh degan ma'noni bildiradi. Bu degani ulamolar aytishadi, sabr qiladigan inson o'sha sabrida mahkam bo'lish kerak, o'zini yo'qotib qo'ymasligi kerak. Misol, hayotdan bir qiyinchilik kelgan mahalda o'zini yo'qotib qo'ymasdan qilayotgan amalida mahkam turish bu sabr. Ikkinchisi ba harfi. Ba harfi baqo degan ma'noni bildiradi. Bu davomiylik. Qandoq ketayotgan bo'lsa, sabri davomiy o'shunda bo'lish kerak. Misol, qancha bir so'zlandi, tillandi, yomonlandi bir kishi, u oxirigacha ishlab, oxirida bir so'z qaytarib qo'ysa, bu sabrlilikka kirmaydi, hurmatli birodar aziz. Sabrlilik oxirigacha, bir so'z bilan aytganda, dakansa deb qo'yadi. Ikkinchisi ro harfi. Ro harfi deganda kechirimlilik. Sizni sabr qildirgan insonni kechira bilishlik, bu sabr to'liq bo'ladi. Qachon sizda o'sha 3 yuqorida aytilgan mahkamlilik, davomiylik hamda kechirimlilik bo'lsa, sizning sabringiz eng yuqori darajada Allohga yoqqan sabr amallardan bo'lib hisoblanadi. Agar siz sabr qilsangiz, sabr bir bilasizmi? Shundoq bir qurol, u o'qsiz insonni o'ldiradi.
Bu to'g'risida bir hikoya keladi-ku. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir kun uyida o'tirsa, eshigi tiqillab qoldi. Eshikni borib ochib qarasa, bir inson turibdi. "Ey imom, onangga sovchilikka keldim. Menga onangni berasanmi?" Qandoq og'ir so'zlarni aytdi. Hurmatli birodar aziz, lekin Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhab boshchimiz nima dedi? "Men onamdan so'rab ko'rayinchi, nima deb javob berar ekanlar" deb eshikni yopar mahalda dup degan ovoz eshitildi. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayhi eshikni ochib qarasalar, boyagi inson yerda o'lib yotibdi. Bu degani nima? Ulamolar aytishadi, Imom Azam rahmatullohi alayhining imomning ichidagi bo'lgan sabri boyagi insonni o'ldirdi deb aytgan ekanlar. Hurmatli birodar aziz, shuning uchun biz qanday qiyinchilik bo'lmasa sabr qilaylik. Alloh orqasidan bir yengilchilikni beradi. Yana bir aytib ketadigan so'z, hurmatli birodar aziz, sabr bu qilinadigan amal, sabr qildirilmaydi. Lekin hozirgi hayotda biroz boshqacharoqda. Har bir inson sabr qildirib yashab qoldi. Ota bolasini sabr qildiradi, o'zi sabr qilmaydi. Bola otasini, ayol erkakni, erkak ayolni, qo'shni qo'shnini bir-birini sabr qildiradi. Hech kim aytmaydi, men sabr qilishim kerak. Shuning uchun hurmatli birodar, bu hayotda biz men sabr qilayin, menga qiyinchilik kelsa, men sabr qilayin deb hayot kechiraylik. Bu sabrsizlik, sabr qilmagan kishi bu biroz hayvonga o'xshab ketadi. Og'ir tegsa kechirasiz-ku, sabrsiz inson bu hayvondan ham ancha-muncha farq qilmaydi. Nima uchun? Sababi sabrli bo'lishi kerak bo'lgan inson sabrsiz. Qandoq? Jonzot sabrsizlik qilganda. Bir kuni dunyoga olimlar yig'ilishib, kelinglar bir sinov o'tkazamiz. Bir xonaga ko'zgularni qo'yib, o'sha xonaga ko'chadan ketayotgan bir itni kirgizib qo'yishibdi. It boyaga xonaga kirib qarab tursa, oldida bir o'ziga o'xshagan it ko'zguda aks turibdi. Aytdi, "Ey, ket" dedim deb it boyaginga akillabdi. Akillasa ko'zgudagi ham akillaydi-ku. Bu ham qayra akillabdi. Nimaga menga ovoz qaytaraysan? Bir-biriga akillab o'tirib 47 daqiqaning ichida hayotdan ko'z yumibdi. Nerv bo'lib. Shuning uchun hurmatli birodarlar, biz hayotda sabrli bo'lmasa, o'sha it biroz sabr qilganda o'sha joydan chiqib ketardi. Bu odam bir-biri bilan so'zlashsa, ularning ko'rinishi ham shu kabidir. Bir-biri bilan aytishib qayra tarqalib ketishadi. Shuning uchun hurmatli birodar, sabrli hayot kechiraylik. Bizga qandoq sinov kelsa, sabr qilaylik. Shunda sinov sizdan yengil o'tadi. Endi sabr qilgan insonning bir qancha odobini aytib ketsak, birinchisi hurmatli birodar, sizning boshingizga sinov kelsa, o'sha mahalda sabr qilamiz. U o'tib ketgandan keyin emas. Bunga bir misol, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kun yo'lda o'tib ketayotib, bir ayolni ko'rdilar. U ayol shundoq bir so'zlarni aytib, sochlarini yulib, bir amallar qilayotgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, bu ayolning bolasi dunyodan qaytib ketdi deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sabr qil deb o'tib ketdi. Boyaga ayol Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tanimasdan, "Ey, boraverchi, sening ishing nima?" deb aytib yubordi. Shunda sahobalar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ketgandan keyin aytgan ekan, "Bu Allohning elchisi Muhammad alayhisalom-ku. Sen unga qanday so'zlarni aytding?" deganda uyalib qolib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga borib, "Ey Allohning elchisi, men sizni kelganingizni bilmay qolibman" deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Haqiqatda sabr bu eng avvalgi vaqtisida bo'ladi" deb aytdi. Hurmatli birodar, sabr qilgan insonning ikkinchi odobi, sabr qilgan, sizni sabr qildirgan insonni yomon ko'rmaymiz yurakdan. Sababi yomon ko'rish bu insoniylik sifati emas, bu shaytonning sifati. Shayton insonni yomon ko'rdi, unga dushman bo'ldi-da. Agar sizni sabr qildiradigan inson dunyoda yo'q bo'lganda, sizni kim sabr qildirardi? Sabr qildi degan savobga kim erishtirardi? Sizga o'sha inson sababchi bo'ldimi? Demak, uni yurakdan yomon ko'rmaymiz. Uchinchi odobi bo'lsa, o'sha siz sabr qilgan mahalni, vaqtni, sabr qilgan joyni unutib qo'yamiz, hurmatli birodarlar. Inson bolasiga o'zi Alloh taolo bir yaxshi sifat berganda, unutuvchanlik degancha, uni biz shu kerakli joyga ishlatmasdan keraksiz joyga ishlatib qo'yamiz-da, hurmatli birodar. Bu kerakli bo'lgan o'zimizga
Qur'onni unutib qo'yamiz, yodlaganlarimizni, hadisni unutamiz. Lekin o'sha sabr qildirgan joyni unutmaymiz, sabr qildirgan insonlarni unutmaymiz. Hurmatli birodar, shu insonlarni unutaylik. Shunda hayotimiz yengil bo'ladi. Shu sifatni Alloh taolo bizning hayotimizga olib kelganga imkoniyat bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.